Hop, mana videoni montaj qilaman. Hop. Bo'ldi, mana endi obunachilarim bilan salomlashsam ham bo'ladi. Hop, hello hammaga salom obunachilar. Sizlar bilan birgalikda men Simon bo'laman obunachilar. Bugungi videoda men bir kunlik hayotimni video qilib olishga qaror qildim. Hop, hozir men qo'shnim shaharga ketgan. Qo'shnim menga polizini tozalab turishimni iltimos qilgandi. Hozir qo'shnimni polizini tozalayman. Hop, bu qalisan jitel. Yaxshi. Hop, hozir bu meni polizim. Mana bu jitel ishlamoqchi bo'lib turgan ikkita urug' sepilgan poliz meniki edi va uni sotdim va ustiga pul qo'shib mana shu polizni oldim. Hop, endi qo'shnimnikini tozalab turamiz. Qo'shnim hozir ko'proq lablagi va o'shanga o'xshagan sholg'om, o'shanga o'xshagan sabzavotlarni sotadilar. Hozir o'sha sabzavotlarni sotgani shaharga ketdilar. Hozir ko'p jitellar ko'pincha sabzi va kartoshkaga o'xshagan sabzavotlarni yetishtiradilar, ammo bu qo'shnim esa ko'pincha mana shu boshqacha sabzavotlarni yetishtirib shaharda sotadilar. Xo'p, mana. Endi obunachilar bularni omborga solib qo'yishimiz kerak. Qo'shnim kerak bo'lsa ishlatadilar yoki merga sotadilar. Xo'p, matikamizni ham qo'yib qo'yamiz. O'zbekchasiga ketmon. Hop, endi men daraxt chopib kelishim kerak, chunki men uy qurmoqchiman. Qanaqa uy qurganimni keyingi videoda ko'rib olasizlar. Boshimga bosh kiyimimni kiydim. Ko'chada yomg'ir yoki hayvon tashlanib qolsa qanaqa yarashibdimi? Yomon krasavchik bo'laman. Hop, obunachilar endi ketdik. Simon, to'xta. Hop, nima deysan? Eshitdingmi, qishlog'imizda sirli tunnel paydo bo'ldi. Qanaqa sirli tunnel? Yosh bolamsan? Yo, rostdan uni ichida juda ko'p boyliklar bor ekan. Yo'q, rostdanmi? Ha, ishonmasang borib ko'r. Unda men topib ko'raman. Bo'pti, qara, bizga ham aytarsan. Men aytaman, qayerda deding? Mana shu o'rmonlarning ichida bo'lsa kerak. Kecha bitta jitel ko'ribdim. U rostdanmi? Ha, rostdan. Xo'p, obunachilar, endi men boyagi tunnelni topishga harakat qilaman. Jitel hozir video olyapman. Topsam sizlarga ham aytaman. Xo'pmi? Hop, bir qismini bizga berarsan? Hop, beraman. Hop, obunachilar, qani bitta qarab ko'ringlar-chi. O'sha pul bor, boylik bor deganligi uchun qarab ko'ryapman. Bo'lmasa vobshe ham qaramasdim. Hozir bu tomonni qaraylik-chi. Xo'p, yo'q, bu tomon dengiz, o'rmon deyapti. O'rmon ichida bu yo'llarni qaraylik. Hop. Jiteldan bitta manzilda so'rab olaylik. Jitel, qayerda deding? Mana shu o'rmonning ichida bo'lsa kerak. Ha, bo'pti. Hozir topaman va sizlarga aytaman. Hop. Mana bu kichik uylarni yonini qaraylik, u pastlarni qaraylik-chi. Menimcha meni yana aldagan bo'lsalar kerak. Yana aldagan bo'lsalar kerak. Bu yerda umuman tunnel yo'q. Yoki kamuflaj qilib qo'yilganmi ekan. Hop. Ay. Hop. Bu yo'llarni ham qaraylik. Stop. Bu blok boshqachami? Qanaqadir? Mana shu yer bo'lsa kerak. Bu jitellardan ozgina bekinib olaylik. Mana bu bloklarni sindiramiz. Sindirib olib mana bu yoqqa qo'yamizda jitellardan berkinib olamiz. Hop. Bu yerda buzaylikchi. Har ehtimolga qarshi qo'limga boltamni olib bitta. To'xta. Tushib ketdim obunachilar. Suvni bemalol tushursam tushiraychi. Rostdan ham boylik bo'lsa men boyib ketgan bo'laman. Wow! Izumrud oldim. Wow! Olmoslar. Sandiqning ichini bitta ko'raychi. Sandiqning ichini ko'ray.
qancha puli obunachilar? Obunachilar. Voy. Mana bu olmoslarni sindirishim kerak-ku. Hozir uyimga borib kerkamni olib kelaman. Opam. Hozir endi uyimga ketdim. Saymon topdingmi? Yo, endi qaramoqchiman bu yo'llarni. Shiytalarni juda aldiydi. Obunachilar. Tak. O'zi qorong'u ham tushibdi, mana shu jitellar qorong'uda yaxshi ko'rish olmaydi bizni jitellar. Hammasiga bitta kasal tekkanmi, bilmayman. Xo'p, bularni sindirib olamiz obunachilar. Opam hop. Obunachilar. Bu qanaqami? Hop, obunachilar. Bu izmirotni ham sindirib olamiz. Hop. Men boyib ketdim-ku. Hozir cho'ntagimga sig'gancha men bu sandiqdagilarni ham olib ketaman. Hop. Va obunachilar. Вообще boyib ketaman obunachilar bunaqada. Endi bundan izmirotdan hozirda oltinni juda olmasak ham bo'ladi, chunki hozir bizlarning qishloqda asosiy valyutasi olmos va izmirot bo'lyapti. Olmos bu o'zimizda dollarda $10, izmirot esa $5 hozirda. Bu yoqni yopaman va belgilab to'xtaman, buni tashiydi. Buni tashlab cho'ntagimni. Endi yer blokini olamiz va uni belgilab ketishim ham kerak, topolmay yurmayman. Hop, mana endi kelganda endi Saymon topdingmi? Yo'q, hozircha topolmadim obunachilar. Mana ko'rayotganinglardek jitellar bilishmayapti men shunchalik boyib ketganimni. Hop, endi qancha video bitta shaltersa qachqanaman. Obunachilar, bugungi videomiz shunday iborat edi. Sizlarga yoqqan bo'lsa, sizlarga xayr emas.